Pul bilan bitmagan ish kattaroq pul bilan bitadi. Nimaga xavotir olasan? Hal qilib beraman deyapman-ku. Bo'ldi, boraman hozir. Dada, Xo'p, vaqtingiz bormi? ha, o'tir. Tinchlikmi, nima gap? Dada, bir savolim bor edi. Xo'sh. Oyimni ko'proq yaxshi ko'rasizmi yoki buvimnimi? Albatta, buvingni yaxshi ko'raman. Nega unda oyim bironta joyga boradigan bo'lsa, o'zingiz olib borasiz yoki bo'lmasa taksida ketadilar. Buvim esa har safar avtobusda ketadilar. Buvimga oxirgi marta qachon kiyim olib berdingiz? Oyimga har oy yangi kiyimlar olib berasiz. Oyimga har kuni telefon qilib, nima yeging kelyapti, nima olib boray deysiz. Buvimdan oxirgi marta qachon so'radingiz? Buvimni ham yaxshi ko'rib, ozgina e'tibor bering.